binoyimiz 1984-yilda qurilib, shu kunga mana qarib 40-42 yil atrofida foydalanib kelingan bo'lsa, eski holatda juda achinarli holatga kelib qolgan edi shu kundan keyin. Mana bugungi kunda prezidentimiz suv xo'jaligiga bo'lgan e'tibori va chekka hududlarda joylashgan suv xo'jalik obyektlarini ta'mirlash hamda gidrouzillar shunga o'xshagan uchastkalar ta'mirlash topshiriqlari berilgan. Undan tashqari suv xo'jaligi vazirligining ko'maklari va topshiriqlariga asosan bizni shu jumladan mana Qoradaryo Maliya saviyasi tizim boshqarmasining binosi ham bugungi kunda juda ham bir chiroyli holatga keldiki, har bitta xodimimizni har bir bo'lim xonalari bir chiroyli holatga keltirildi. Issiq tizimlari ham umuman yaroqsiz kelib qolgan edi. Bugungi kunda bir aqlli issiq tizimlariga o'tkazilib, xonalarimiz juda ham chiroyli bir xil temperaturada, mana hozirgi holatda ham juda ham issiq holatda turibdi. Mana o'zingizlar ko'rdingiz. Qo'shaloq bayram mana yaqinda yangi yilimiz keladi. Mana suv xo'jaligi va qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi xodimlari kuniga katta tuhfa bo'ldi. Bizning xodimlarimiz bundan juda ham mamnun. Bu bizga juda katta bayramga bir bayramona bir kayfiyat berdi hamda to'yona bo'ldi bizga. Rahmat rahbarlarga, hammalarga.